Ya assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana navbatdagi darvozamiz Chorkesarga kelib o'rnatyapmiz. Biz bu haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boring. 2025-yildagi yangi darvozalardan bittasi. Shu haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Mana bu darvozamiz ham nerjaveka, ham lazerlik, nerjavekasi har tomonda bor, lazerlari bor. Lazerlari o lazer o'zidan qilganmiz, gipga ikkinchi qavati. Bunga suv sepsangiz ham tegi qismidan tushib ketadi. Hech qanaqa ichida qolib, chirib qolish holatlari yo'q. Mana ruchkalari bor. Ruchkalari ham o'ta baquvvat chiqqan. Odam ko'taraveradi. U haligi shunchaki qo'yib qo'yilmagan fosin uchun. Ruchkalari mana zamonlari zo'bir zamon qo'yilgan. Mana ichkari tomonlari, mana orqa tomonlari tekis bo'ladi. Buni bir qavatligi ham bor, lekin u bir qavatlikka lazer qo'yib bo'lmaydi, lazer. Mana ichi yopilishlari, yo'llari shivelarda bo'lgan. Ya bu kichkina kirib chiqadigan eshigi, bu kattasi mana. Bunisi garaji katta. Bular nerjavekalar bor. Nerjavekani yaltirog'i bor, qorasi bor. O'zi bu qorasidan qo'yganmiz. Ruchkalarni ham o'ziga moslab kattaroq qilib qo'yilgan bunga. Listlari 1.8. Bularni profillari bor. Profillar juda ko'p savollar bo'libdi. Savollar bo'lgani uchun rahmat. O'zingizning kommentariyalar yozishdi. Mana narsa profili 6 ga 4 bo'lgan. Hamma shuni 6 ga 4 deb o'tib ketadi. 6 ga 4 deb. 6 ga 4 stenkasi rol o'ynaydi. Bu mana sharlarni ko'taradigan shu bo'ladi. Shu butun qanotni ko'taradigan sharlar bo'ladi. Sharlarni ham ko'rasiz. O'ta nihoyatda kattasidan ham pochimnilikdan qo'yilgan. Yo'llari 2 ga 2 dan bo'lgan. Mana ichlariga 2 ga 2 dan qo'yganmiz. 2 ga 1.5 qo'ysa ham bo'ladi, lekin unaqa qo'yilmagan. Bu nerjaveka. Nerjavekaning ham parashi bor, qalini bor. Bu qalindan qo'yilgan. Iloj boricha qalin qo'ygan, chunki vanna berib yuboradi-da, parash bo'ladigan bo'lsa, bir bilinib qoladi vanna berib. O'shaning uchun qalindan qo'yilgan. Mana buni lazerlari bu ichida, bu kattarog'i. Ko'rib turganingizdek, tahiya tomoni bor. Tahiyada masalan bekub ham qilib berishimiz mumkin, lekin bunga ochiq qilingan ichkari yo'riq bo'lishi uchun, havo aylanishi uchun